yangi natija. Bugun o'quvchimiz Nilufar Muhsinova IELTS'dan atigi 5 oy ichida 7 ballni qo'lga kiritib, listening sectiondan 8 yarimni qo'lga kiritdilar. Nilufar, sizni bu ball bilan qutlab qolamiz. Kursingiz sifatingizni sizga topshiramiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Ismim Nilufar. Men Lingvo Pro markaziga 5 oy oldin oltin natija bilan kelib, 7 ballni qo'lga kiritishga erishdim va bunda menga yordam bergan Lingvo Pro'dagi barcha o'qituvchilarga rahmat aytib, qolgan barcha ota-onalarga ham bu o'quv markazini tavsiya qilaman. Bu hali hammasi emas. Lingvo Pro'da natijalar davom etmoqda. O'quvchilarimiz G'aniyeva Abdulaziz hamda Kadirov Rahmatjon IELTS 0 darajasidan boshlab 6 darajani qo'lga kiritdilar. Marhamat, o'z fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz. Men G'aniyeva Abdulaziz, men kursga kelgan vaqtim starter darajada edim va starterdan 6 darajaga erishdim. Bu uchun avvalambor ustozlarimga rahmat deyman. Bu hali oxiri emas. Men o'qishda davom etyapman va keyingi videolarda meni 8 yoki undan balandroq ball bilan kutib qolasiz. Sizni yana bir bor tabriklaymiz va sertifikatingizni topshiramiz. Yana bir o'quvchimiz Kadirov Rahmatjon, o'zingizni fikrlaringiz bilan bo'lishing. Sizni mana shu darajaga erishishingiz uchun nimalar kerak bo'ldi? Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Kadirov Rahmatjon. Men avgust oyida IELTS'dan 5 natija bilan Lingvo Pro'ga kelgandim va dekabrgacha tayyorlanib, SET bilan B2 va keyingi oy IELTS'dan 6 natija olishga erishdim. Bu uchun ustozlarimga katta rahmat. Hammaga Lingvo Pro'ga kelishni tavsiya etaman. Bu natijalar hali hammasi emas. Bundan-da zo'rlari oldinda. Agar siz ham IELTS va SFR'da shunday yuqori baholarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, Lingvo Pro'ga tashrif buyuring. Shoshiling, joylar soni cheklangan. Yana bir yangilik. 8 olgan o'quvchimizga $500 pul mukofoti ham mavjud. IELTS'ni endi boshlayman deb yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying va Lingvo Pro'da birgalikda o'qing.